Endi bular yordamga muhtoj bo'lib qolgan. Endi bularni kelib ko'rishlarini xohlaydi. Endi bularni ziyorat qilishlarini xohlaydi. Assalomu alaykum mahalladoshlar. 2026-yil 3-may Jizzax viloyati Arnasay tumani Bo'ston mahalla fuqarolar yig'inida joylashgan Mingtut qabristoni. Qalu inna lillahi va inna ilayhi roji'un. Ana shunday do'stlar. Yodingizda bo'lsa 2025-yil xuddi shu bugun 3-may kuni ham shu qabristonimizda hashar uyushtirgan edik, shu xalqimizda yordamida. Mana Mingtut qabristoni. Mana shu tarix yana bir bor takrorlanyapti. Mana bugun 3-may kuni 2026-yil 3-may kuni yana hasharga aytganmiz xalqimizni. Mana shu qabristonimizda tozalash, sarishtalash ishlari uchun. Mana yodingizda bo'lsa, o'tgan yil videomizda bu navesimiz qurilib boshlagan edi. Alhamdulillah, mana navesimiz ajoyib chiroyli shaklda qurilibdi. Alloh rozi bo'lsin. Homiylardan ham, ustalardan ham bu yerimizda shu qabristonga kelgan insonlar o'tirib o'tganlarni ruhlariga Qur'oni xatm, tilovat, Fotiha duo qilib ketishadi. Ajoyib chiqibdi. Burchatkalar, o'rindiqlar, skameykalar. Ana shunday do'stlar, qabristonimizda bugun hasharga kelingizlar. Ana shunday. Mahallani hasharga aytganmiz. Inshaalloh kelib qolsa ajoyib ishlar bo'lar edi. Ana shunday do'stlar, qabristonga hasharga kelinglar. Keladigan joyimiz hammamizni qabriston. Ertaga mana shu 2 metr joyda, qorong'i joyda amalingiz bilan o'zingiz qoladigan joy mana shu yer. Haqiqiy musulmonlarning uyi. Ana shunday. Hech qanday mol davlatingiz, hech qanday bir oshna og'ayningiz yoki yaqinlaringiz siz bilan qolmaydi. Qilgan amallaringiz qoladi. Kelingizlar hasharga. Kattamisiz, kichikmisiz, hashar elga yarashar deb bejizga aytishmagan. Mana yigitlar bu tomonda qamishlarda o'rayapti, tozalash ishlari bilan. Hasharga kelinglar mahalladoshlar, hasharga ozroq joyimiz bor ekan. Tozalab qo'yaylik. Kelinglar hasharga. Hurmatli mahalladoshlar, kelinglar. Mana hashar bo'lyapti. Mana Nurali domla bosh ertalabdan. Hasharga kelinglar, hasharga biroz joyimiz bor ekan, o't bosgan. Mana yigitlar tozalayapti. Hormanglar yigitlar. Motor bor. O'roq bilan kelingizlar, panshaxa bilan kelingizlar. Kelingizlar. Qani kibrlilar? Qani zo'rlar? Qani u ko'raman, bu ko'raman deganlar? Qani ishim ko'p deganlar? Qani qo'lim bo'shamayapti deganlar? Hammasi mana shu yerda yotibdi mana. Mana shu yerda yotibdi. Qani bir-birini ko'rmaganlar, bir-biriga mehr oqibatli bo'lmaganlar, bir-biriga mehr bermaganlar. Hamma shu yerda mana. Mana yotishibdi, bekor qiladigan ishlari ham yo'q. Endi bular yordamga muhtoj bo'lib qolgan. Endi bularni kelib ko'rishlarini xohlaydi. Endi bularni ziyorat qilishlarini xohlaydi. Azizlar, hozir
g'animat bilaylik. İşlarimizni qo'yaylik. Qo'ying, hammasi bo'ladi. Siz olamdan o'tib ketsangiz ham bo'ladi. Sizdan keyin ham bo'ladi, sizdan avval ham bo'lgan. Shuning uchun bir-birimizni g'animat bilaylik. Bir-birimizni ziyorat qilib turaylik. Bir-birimizni ko'rgan borib turaylik. Bir kun kelib bizni ko'rishiga, bizni ziyorat qilishga zor bo'lib qolamiz. Mana yotishibdi mana. Yordamga muhtoj. Duoga muhtoj. Kimlardir kelib ziyorat qilishiga muhtoj. Mana mahalladoshlarimiz kelib, hashar uyushtirib, toza ozoda qilib qo'yishdi. Alloh rozi bo'lsin hammadan. Mana ertaga xotirada o'zimizda og'aynilar, mehmonlar keladi. Toza ozoda sarimjon turadi. Rahmat hammaga. Qamishlarni o'rib, bitta-bittalab terib, olib chiqib tashlayapti. Ketdik. Sayfiddin omon bo'l. Mana Gilam Nurolda Sayfiddin